Men Baliqchi mahallasidanman. Ismim Gulzoda. Mana shu Jamshid akaga ukaga lecheniyaga keldim. Allohga shukr, bugun 4-kun. Ancha yaxshiman. Shu qo'llarim, oyoqlarim yaxshi his qilmasdim. Hozir bemalol o'zimnikiga o'xshatib, Allohga shukr his qilyapman. O'zimda ham o'zgarish bor. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Yaxshi bo'lyapti. Kasalingiz o'zi nima edi, shularni ham ayting. Insult edi. Insult olgandim. 1 yildan oshib qolgandi. Shu qo'lim, oyog'im yaxshi harakat qilmayotgandi-da. Allohga shukr, ancha o'zgarish bor, yaxshiman. Uyqularingiz, o'zingizni his qilishingiz joyida. Yaxshi uxlayapman. Hammasi yaxshi. Yurishlaringizda ham o'zgarish bor. Yurishlarimda ham ozgina o'zgarish bor. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qo'lingiz qanaqa? Qo'lingiz nimalar qilyapsiz? Qo'lim mana. Qo'lim yaxshi. Yaxshi. Shu oyog'imda ozgina muammo bor-da. Qo'lim yaxshi, shukr. Hisob shukronalar bo'lsin. Mana necha kun bo'ldi kelganingizga? 4-chi kuni. O'sha mana 2-3 kunlarda shunaqa yaxshi natijalar bo'ldi. Bugun mana endi 4-muolaja olasiz. Alloh shifoyi komil bersin. G'oyib bilan yetkazsin. G'oyib xazinalarni sinaltirsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Amin. Aytganingiz kelsin.